esa tirnoqni mana bunday qilib tekislab olasiz va tepadan bitta nuqta qo'yib olasiz. Mana shu nuqta qo'ygan nuqtangizni pastga sekin asta uchli qilib tortasiz. Xuddi sutmaxonada qo'yganimizdek nuqtani bittada qo'yishingiz kerak, ya'ni qo'yib turib atrofga ishqalash mumkin emas. Bittada nuqtani qo'yasiz va sekin asta pastga tortasiz. Ikkinchi nuqtani esa birinchi nuqtani yonginasiga qo'yib birlashtirib sekin asta tortasiz. Yo'lakchaning asosiy qoidalaridan biri ikkita qismi bir xil bo'lishi va pastki qismi esa ingichka bo'lishi kerak. Agar xohlasangiz bitta tirnoqqa bitta yo'lakcha, agar xohlasangiz bitta tirnoqqa ko'p yo'lakcha chizishingiz mumkin. Mana bu yerda bitta katta, ikkita esa kichkina yo'lakcha chizib sizga ko'rsatib beryapman. Kichkina yo'lakcha ham chizish mumkinmi deb savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kichkina yo'lakcha chizish mumkin. Nuqtasini kichkinaroq qo'yasiz va bir-biriga yaqinroq qo'yib, mana bunday qilib ikkita kichkina yo'lakcha chizishingiz ham mumkin. Yaxshilab e'tibor bering. Bu yerda pastki qismlar anchagina uchliroq bo'ldi. Endi keyingi dekorimiz esa yarim oylik dekorimiz. Bu dekorimiz tirnog'imizdagi xina o'sib chiqib ketayotganida kerak bo'ladi. Chunki bu juda ham chiroyli bo'lib, frenchga o'xshab o'sib chiqib ketadi. Bunda tirnoqni o'rta qismini belgilab olamiz. Ya'ni enidan o'rta, bo'yidan esa teparoq qismida joylashgan bo'lishi kerak. Mana o'rtasiga qo'yib oldim va endi buni yonga qarab tortaman. Xuddi frenchga o'xshab deb ikkita yonga qarab sekin asta tortiladi. O'rtadan esa boshlanadi. Mana ko'rib turganingizdek, endi esa dotsni uchini artib oldim va teriga yaqin qismiga sekin asta tortib olaman. Agar siz teriga yaqin qismiga yaqinlashishni boshlaganingizda dotsni uchini artib olishingiz kerak, chunki terisiga xinangiz tegib qolmasligi uchun. Qo'limga mana bunday qilib tirnoqlarni olib oldim va endi teriga yaqin qismlariga sekin astalik bilan xinani chizishni boshlayapman. Mana xinani uchini dotsda chiqarib oldim va burchak qismlarini mana shu uchi bilan hosil qilyapman. Sekin astalik bilan tepaga va pastga qilib tirnoqni to'ldirib olamiz. Bunda ehtiyot bo'lasiz. Bosh barmog'ingiz bilan tirnoqni terisini ushlab turasiz va sekin asta xina bilan to'ldirasiz, chunki terisiga xina tegib qolishi mumkin emas. Keyin buni tepasidagi aylanasini chizayotganingizda qo'lingiz qaltirashi kerak emas. Qo'lingiz qaltiramasligi uchun esa ko'proq mashq qilishingiz kerak. Agar qo'lingiz qaltiraydigan bo'lsa, tepadagi chizig'i jingalak bo'lib qolishi mumkin. Mana tirnoqni to'ldirib olaman va terlariga tegib qolmasligi uchun yaxshilab qarab turing. Ikkita terini, o'ng va chap tarafdagi terilarni bosh barmog'im va o'rta barmog'im bilan pastga tortib turibman. Mana yaxshilab ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, tepa qismi xuddi qayiqchaga o'xshab ko'rinishga keldi. Teksan bo'lib qolgani yo'q, juda chuqur ham bo'lib ketgani yo'q. O'rtacha qayrilgan holatda bo'ldi. Ya'ni pastga o'sib chiqib ketayotganda juda ham chiroyli bo'lib, frenchga o'xshab o'sib chiqib ketishi uchun mana shunday qildik. Keyingi dekorimiz esa yaproq chizish dekorimiz. Yaproq chizishimiz uchun mana shu dekorimizni boshlayotganda xinani dotsni uchiga ingichka qilib chiqarib olasiz va bitta mana bunday qilib chiziq tortib olasiz va uchiga nuqta qo'yasiz. Mana nuqta qo'yamiz. Endi mana shu nuqtani dotsni uchini artib tashlaysiz va mana shu to'planib turgan xinani sekin pastga tortib ingichka uch hosil qilamiz. Agar dotsni artmasangiz, uchi to'ntoq bo'lib qolishi mumkin. Endi mana shu qo'ygan nuqtamiz bargga o'xshab hosil bo'ldi. Keyingi yaprog'ini chizayotganimizda ham xinani aralashtiramiz va dotsda uchli xina hosil qilamiz va mana shu uchlisi bilan keyingi bargni bandini chizib olamiz. Endi keyingisini mana bandini birinchi bo'lib chizib olasiz, keyin nuqta qo'yib sekin asta tortasiz. Mana uchli qismi bilan nuqta qo'ydim, endi sekin tortib olaman. Xuddi mana shunday qilib 4 ta yaproq chizib olamiz. Mana endi esa dotsni uchini artib tashlayman va tegmay qolgan qismlarni bir-biriga tekkizib va teriga yaqin qismlarini chizib olaman. Uchli qismlarini ham chiqarib olamiz. Agar dotsni artmaydigan bo'lsak, uchi to'mtoq bo'lib qolishi mumkin. Qalin bo'lib qoladi. Mana
Dotsni uchini agar artadigan bo'lsak, yana ham ingichkaroq bo'lib, uchlarini va boshlang'ich qismlarini hosil qilib olishimiz mumkin. Mana ko'rganingizdek, juda ham chiroyli, nejniy dekor bo'ldi. Bu dekor juda ham ko'p talab qilinadigan dekorlardan biri. Xohlasangiz bu bargdan ikkita tarafga ham chizishingiz mumkin. O'ng tarafga ham, chap tarafga ham agar sig'dira oladigan bo'lsangiz. Keyingi dekorimiz esa endi garoshkalar. Garoshkalarda bunda o'zingizni tabingizga qarab har xil katta kichiklikda nuqtalar qo'yib olasiz. Bitta katta, bitta kichkina qilib har xil nuqtalar qo'yib oladigan bo'lsangiz juda ham chiroyli bo'lib turadi. Buni asosan yosh kattalar chizdiradi, lekin yoshlarga ham chizishingiz mumkin bemalol. Mana bu dekorning eng yaxshi tarafi katta tirnoqlar uchun ham, kichkina tirnoqlar uchun ham bir xil yarashadi. Shu uchun bu dekorimiz ham juda ham chiroyli va talab ko'p bo'lgan dekorlardan biri hisoblanadi. Yaxshilab qarasangiz, xuddi sig'maxonaga o'xshab tepadan pastga tushiryapman nuqtani. Mana aralashtirdim, 3 hosil qildim, bitta katta, bitta kichkina qilib o'zimni tabimga qarab sekin-asta nuqtalarni joylashtirib boryapman. Judayam chiroyli chiqdi. Agar teriga yaqin qismlariga tegizib qo'yishga gumoningiz bo'ladigan bo'lsa, unda qo'lingizga bularni qo'lini olasiz va terlarini barmog'ingiz bilan tortib turasiz. Bunda ham eng asosiy qoidalardan biri bu nuqtalar bir-biriga tegib qolishi mumkin emas. Hech qachon nuqtalar bir-biriga tegib qolmasin va oralari juda ham katta ochiq yoki juda ham yaqin bo'lib ketishi mumkin emas. Bu dekorimiz qarang, xuddi suv tomchilariga o'xshab juda ham chiroyli turadi. Sizga 8 xil dekor o'rgatdim. Bu oxirgi 9-si anatonni qilib qora qo'yishni siz bilan birgalikda o'rganamiz. Hamma joyga qora qilib xina qo'yganingizda mana bu terilariga tegib qolishi mumkin emas. Shu sababdan siz bilan teriga yaqin qismidan emas, aynan pastki qismidan xina qo'yishni boshlaymiz. Mana shu pastki qismiga xinani qo'yib olasiz va sekin-asta dotsingizni aylantirib tepaga ko'tarib chiqasiz. Agar xohlasangiz shotkali kistочкада ham qo'yishingiz mumkin. Lekin agar dotsda qo'yadigan bo'lsangiz, teriga tegib qolish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Shu sababdan dotsda qo'yishingizni tavsiya qilaman. Agar shotkada qo'yadigan bo'lsangiz, uni tepaga urib chiqarasiz. Agar dotsda bo'ladigan bo'lsa, unda dotsni pastdan tepaga qarab mana shunday qilib aylantirib sekin-asta tirnoqni to'ldirasiz. Agar tepadan pastga qo'yadigan bo'lsangiz, unda teriga xina tegib qolishi mumkin. Shu sababdan pastdan tepaga sekin-asta aylantirib qo'yib olib borasiz. Teriga yetib kelganimizda esa sekin to'xtaymiz. Agar teriga tegib qolmasligini xohlasangiz, terini mana bunday qilib barmog'ingiz bilan pastga tortib turishingiz kerak. Burchaklarga ehtiyot bo'lasiz, chunki agar tegib ketadigan bo'lsa, teridan xina hech qanaqasiga ketmaydi. Qolib ketadi. 3-4-5 kundan keyin ketishi mumkin, lekin ayni daqiqada birdaniga xina oladi terini va teridan ketmay qoladi. Shu sababdan ehtiyot bo'lib, teriga tekkizmasdan xinani aylantirib sekin-asta tepaga ko'tarib aylantirishingiz kerak. Teriga tegib ketishi kerak emas. Mana burchaklariga sekin ehtiyotkorona qo'yib boryapman. Mana xina qo'yganingizda xinani usti mana shunday bo'lib to'p bo'lib qo'yilishi kerak. Ya'ni lakka o'xshab ingichka qilib surmaysiz. Mana shunaqa qalin qilib surasiz. Shunda xinangizni rangi to'q, chiroyli oladi va ko'proq tirnog'ingizda turib beradi. Xuddi lakka o'xshab xinani qizg'anib suradigan bo'lsak, tez o'chib ketadi. Siz bilan 8 xil dekor va bitta qorani o'rgandik. French, zebra, uchburchak, gepard, oddiy qora, garoshka, barg, yarim oy, yurakchalarni o'rgandik siz bilan birgalikda. Sizlar bularni hammasini yaxshilab ko'rib, takrorlab, maketlaringizga chizib, sekin-astalik bilan o'rganishingiz mumkin. Va mana shu maketlarga chizib, qo'lingizga kelishib olgandan keyin esa bemalol mijozlarga qo'yishni boshlashingiz mumkin. Ayni
aynan burchaklarini hosil qilayotganda dotsni uchini yaxshilab salfetka bilan artib ishlatishni unutmang.